Sayız. Mana shu ссылка bo'ladi. Agar ссылкаdan o'tsak, mana сразу registratsiyaga olib kiradigan sahifaga olib keladi. Registratsiyadan o'tishni tushuntirib o'taman. Mana начать торговлю. Bu yerdan O'zbekistonni belgilaymiz. Agar именно men tashlagan ссылкаdan registratsiyadan o'tsalaringiz $30 bonus beradi va ustiga 50%, masalan $100 to'ldirsalaringiz $200 qilib beradi. Birinchi boshlanish uchun bu yaxshi. O'zbekistonni tanlaymiz, pochtani yozamiz. Masalan, xuddi shunday qilib, parol degan joyiga simbol yozamiz. Masalan, bunda nima ketyapti? Bironta mana bunaqa belgi. Mana bu yerda to'g'ri bo'lishga bitta sifra. Bo'ldi. Buni bosamiz, registratsiyadan o'tib olamiz. Bu qiyin joyi yo'q. Pochtalaringizga kod keladi. Tipo подтвердить qilish uchun. Shuni bosamiz. Bu yerda XMni skachat qilib olishimiz kerak. Shunda osonroq bo'ladi. Hozir kirib ko'rsatib beraman. Pochtamizga SMS kelgandan keyin mana shunaqa real shot degan ochishga bosamiz. Bu yerda ism, familiyangiz, qanday pasport yozilgan bo'lsa, otchisizni belgilab, tug'ilgan sanangiz, adres, qayerda yashashingiz hammasini pochta indeksgacha yozib chiqamiz. Keyin mana xuddi shuni ko'rsatgandan keyin nomer bilan o'tamiz. Keyin esa сразу sizni shotingizga tashlaydi. Bu yerda MetaTrader 5 ni va standart shotni ochishni tanlaymiz. Biz registratsiyadan o'tib oldik. XMni yuklab oldik. MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 ni tanlashimizga to'g'ri kerak bo'ladi. O'zim tavsiya beraman MetaTrader 5 ni, chunki ancha osonroq. Mana yopilmagan, ochilmagan zerkalarimiz bor bu yerda. Shu uchun kirib oldik. Bu yerdan keyin pasport подтверждение o'tishimiz kerak. Bu yerda yozadi. Tepada shotni, pasport, hamma narsangizni yozganingizdan keyin danini maksimum 24 soat ichida tekshirib bizga akkaunt beradi. Akkaunt hozir ko'rsataman qanday ko'rinishda bo'ladi. Endi shotni qanday ulaymiz? Masalan, biz shot ochdik, bizdan nollar ko'rinadi, shu uchun ulab olishni ko'rsataman. My shot degan joyga bosamiz. Bu yerda pastda server degan narsani mana kopировать qilib olamiz. MetaTrader 5 ga kiramiz. Pastda настройки degan joy bor. Настройкиga bosamiz. Pluschani bosib, bu yerda shu kopировать qilgan narsamizni shunday qo'yamiz. Tamam. Bu yerda logins. Loginni ham xuddi shu yerdan bosib olamiz. Mana nomer shoti. Boshda yozgan parolingizni kirgizamiz. Yozib kirgizamiz, keyin bossak kiradi. Hisob to'ldirish uchun yana XM ga qaytamiz. Пополнить счет degan joy bor. Mana пополнить счет. Bu yerda Visa karta, Uzcard, Humo. O'zim tavsiya qilaman Visadan to'ldirishni, agar Humoda bo'lsa undan ham yaxshi. Visada chunki eng minimalni boshiga menimcha $5 edi. Hozir minimalni $15 bo'lgan. $15 kirgizamiz. Bu yerda подтвердить. Bu yerda karta raqamini yozasiz. Hamda qachongacha amal qiladi, CV kodini. Keyin kimga karta tegishli yozib bo'lgandan keyin pay qilamiz. 2 minut 1 minut ichida tashlab beradi.